Artefakt haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Artefaktning asl ismi Hasan, familiyasi esa Mansurov. Uning yonidagi qishloqniki esa Husan. Uning familiyasi ham Mansurov. Ular aka-uka. Artefakt 2007-yil, ya'ni hozir 17 yosh. Artefakt birinchi 200 mingta obunachini sinfdoshlari yonida kutib olgan. Artefaktning hozirgi kunda 8 mingga yetar-yetmas obunachilari bor. Artefaktning BDV degan kanali ham bor. U kanalda 200 mingdan ko'p obunachilari bor. Artefaktning birinchi kanali esa 2023 15-iyunda yaratilgan. Uning ko'rishlar soni esa 200 milliondan ortiq. BDV kanalining registratsiyasi esa 2024-20-martda bo'lgan. Ko'rishlar soni esa 20 milliontani tashkil etadi. Artefaktning Telegram kanali ham mavjud. Telegram kanalida 25 mingta obunachi bor. U Telegram kanaliga o'zining rasmini tashlagan. Artefakt BDV kanalini 3 kishi bo'lib boshqaradi. Mana bu Artefakt, bu esa qishloqi, mana bu esa Shoh. Shoh ularning sinfdosh do'stlari. Artefakt Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. U Telegram kanaliga stream xonasini qanday ko'rinishini tashlab bergan. Artefakt ayrim modlarini Telegram kanaliga tashlaydi. Bu videoni esa Frost Online janoblari chiqargan. O'sha odam menman-da. Iltimos, meni kanalimga ham obuna bo'ling. Shu yilning oxirigacha 10 mingta bo'lishim kerak. Hammangizga kattakon rahmat.